Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan hardcore video olamiz. Ovoz yig'ishga qo'ygan edim. Eng ko'p ovozni hardcore video olibdi. Shuning uchun ham men hardcore video olishga qaror qildim. Shuning uchun ham bugun hardcore video olamiz. O'yinni davomida men sizlarga qoidalarni tushuntirib o'taman. Do'stlar, men spawn bo'lib ham oldim. Qanunda oldinroqqa yurib daraxt chopib olamiz. Men Java versiyada o'ynayman. Yana aytgancha men qoidalarni tushuntirib o'taman degan edim. Birinchi qoida aytib o'tsak, men cheatlardan foydalanishim mumkin. Sal ozroq, lekin ko'p ham foydalanavermayman, chunki men ham uncha ko'p cheatni bilmayman. Ikkinchidan, men hozir seed ishlatib bu olamni yaratdim. Uchinchidan esa, agar masalan men 100 kun bo'lmasidan oldin o'lib qolsam, yasholmasam, men 100 kun yashashim kerak deganman. Agar 25 kundan to 0-kungacha uddalab bo'lmas topshiriq berasiz. Agar yashay olmasam, 50dan nechiga 50dan 26-kunlar oralig'ida o'lsam, menga qiyin topshiriq berasiz. Agar 75dan 51gacha oralig'ida o'lsam, menga o'rtacha topshiriq berasiz. Agar 99dan 76kunlar o'lsam, juda oson topshiriq berasiz. Agar men topshirig'ingizni bajara olmasam, komment eng ko'p like yiqqan odamni tekinga reklama qilib berishga majbur bo'laman. Yana bitta odamni emas, kommenti bor hamma odamni tekinga reklama qilib beraman kanalimda. Bilsangiz, kanalimda 700 ga yaqin obunachilar bor. Unda men taxta asboblar yasab olay. Mana bu yerdan tosh kovlab olsak yaxshi bo'lar edi. Deyarli butun yog'och kirkam singinicha tosh kovlayapman va hozir sinib qoladi va kirkayam sindi. Va menda 60 ta tosh bo'ldi. Ekran xiralashgan bo'lsa uzr so'rayman. Men sal boshqa ish qilgan edim, ekranga ta'sir qildi. Golemni o'ldirishdan oldin temirchini uyiga bir kirib chiqishimiz kerak. Temirchining ichini sandig'ida o'sha lootlar. Ishlemni olamiz. Solganimga shaymon bo'lib ketdim. Mist solamiz. Terini solamiz. Ularni olib qo'yamiz. Hozir endi golemni chopib tashlaymiz. Yo'q, voy. Qayerga tushib ketdim? Ular chop tashlay. Va bu golem hal bo'ldi. Va gul ekib qo'yamiz bu yerga. Tashlab ketamiz, chunki menga toq narsalar yoqmaydi. 4 ta temir tushibdi u golemdan. Va birinchi kun ham yetib keldi. Mana bu zombini yo'q qildik. Bu yerda 2 ta qishloq edi. Shu bittasini ham ko'rib chiqamiz va yana golem. Golemi loh qilib o'ldirmoqchi bo'ldi, baloni yetdi. Hayır. Golem sen
bilan. Qarab. Endi temirlar juda ko'payib ketdi. Va ularga men qalqonsiz o'yinchi emas va qalqon yasaymiz va kirka yasaymiz. Kirkasiz o'yinchi ham o'yinchi emas. Ovqat zaxiramni ham to'ldirib oldim endi. Ana bu yoki bu yerdagi ko'mirlarni kovlab kelay. Nima ahmoqlik qilib qo'ydim. Va tepadan tushib ketdim. Hech kim o'lgani yo'q, o'zimning xatoyim bilan tepadan tushib ketib o'ldim. Va bo'ldi, o'yin tugadi. Masalan, mana o'z ishingiz. Men nomim keyin bir bala fell from an hidden place. Ya'ni keyin bir bala u tepadan tushib ketib o'ldi degan ma'noni anglatadi. Mayli, uncha mehnatimga achinmayman. Hozir sizlarga ko'rsataman, yetib olay o'sha yerga. Qayerda sodir bo'lganini. Mana shu yerda sodir bo'ldi. Shunday chiqib ketayotgan edim bu blokka. Chiqayotgandim, Jitel mendan alamini oldi. Chunki oldinlari men yetar urib paq etib mana shu yerdan bum etib sochilib ketdim shu yerda. Mana la'nati men qilichim. Skeletlar qilich ko'tarib olgan edi. Ko'rishingiz mumkin. Ay, bo'ldi, bo'lar ish bo'pti. Naqlardik. Bo'ldi. Hammaga xayr.